Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Yaxshimisiz? Sog'misiz? Salomatmisiz? Bugungi videomiz kasallikni birinchi etapda, aynan terida toshayotgan toshmalar yoki terining qichishishi, teri kasalliklari uchun davolanish paytida diyeta qilish, parhezga amal qilish qanchalik kerak? Muhimi shu qoida. Teri kasalliklarining deyarli 98% holatlarida parhezni ushlash kasallikni davolanishiga 30% qo'shimcha yordam beradi demakdir. Masalan, oq dog' kasalliklari uchun parhezning ahamiyati yo'q. Bunga parhez qilmaslik kerak. Yoki ayrim yuqumli kasalliklar yoki chisotka kasalligi, qo'tir kanasi deydi. Yo'q, bunga ham parhez muhim emas. Qolgan deyarli barcha teri kasalliklari uchun parhez qoidalariga rioya qilish juda ham muhim. Agar kasallikdan tezroq tuzalay desangiz, parhez qoidalarini qattiqroq ushlash kerak. Kommentariyalarda yozadi. Shuning uchun shu mavzu haqida gaplashishga qaror qildim. Shu mavzu haqida ma'lumot berishga men qaror qildim. Muhim va nimalar mumkin, nimalar mumkin emas. Birma-bir aytib turaman. Tuzalishingiz uchun parhezni qattiq ushlaysiz. Tuzalib bo'lgandan so'ng sekin parhezdan chiqib ketish mumkin. Qanchadir vaqt talab etiladi. Bu qaysi teri kasallik bilan chalinganingiz bilan bog'liq. Psoriaz kasalligi uchun parhez qoidalari o'ta muhim. To'g'ri, autoimmun kasallik yoki nasldan naslga o'tuvchi kasallik, xronik kasallik, lekin allergik fon aralashgan bo'ladi. Shuning uchun allergiya chaqiruvchi mahsulotlardan tiyilib turishimiz kerak bo'ladi. Ugri kasalligi bor, husnbuzar kasalligi. Sut va sut mahsulotlari mutlaqo mumkin emas. Ba'zi bir teri kasalliklarda sut bilan qaymoq mumkin emas. Qolgan mahsulotlar tvorog, chakki, suzma deymiz, bular kefir mumkin deyiladi. Shuning uchun teri kasalliklarda parhez qoidalariga qattiqroq rioya qilsangiz tezroq tuzalasiz. Har bir bemor qabulimga kelganda retsept yozamiz va birinchi o'rinda men dorilardan oldin parhez so'zini qo'shib qo'yaman. Birinchi o'rinda turadi. Ikkinchi o'rinda demak tabletkalar yoki inyeksiyon variantda yozib chiqargan bo'laman. Shuning uchun birinchi o'rinda parhez. Masalan, go'sht mahsulotlari. Faqat go'sht mahsulotlaridan mol go'shti mumkin deyilgan, u ham yog'sizroq. Ba'zi bir bemorlar keladi, quruq qaynatilgan guruch. Bemorning immun tizimi tushib ketadi, holdan toyadi va boshqa kasallik qo'shilib kelishi mumkin. Anemiya qo'shilishi mumkin. Holsizlik yoki bu teri kasalliklar tuzalmasligi mumkin. Yo'q, unday emas. Yesa bo'ladi, yaxshilab tanovul qilsa bo'ladi. Mumkin bo'lgan mahsulotlardan. Mumkin emasdan biroz tiyilib turadi. Mol go'shtidan boshqa go'shtlar mumkin emas. Qo'y go'shti, tovuq go'shti, baliq go'shti, ot go'shti. Bular mumkin emas. Tovuq go'shti yengil hazm bo'ladigan mahsulot-ku, yesa bo'ladi-ku degan savollar ham bo'ldi. Tovuq go'shti to'g'ri, yengil hazm bo'ladi, lekin allergiya chaqiradi. Oshqozon ichak trakt kasalliklarida tovuq go'shtidan bulyonlar qilib berishadi. Nima uchun? Hazm bo'lishini yaxshilash uchun, tez hazm bo'ladigan taom bo'lganligi uchun shu mahsulotlardan tayyorlanadi va bemorga buyuriladi. Lekin teri kasalliklarda tovuq go'shti allergiya chaqiradi. Shu singari baliq go'shti ham, ot go'shti ham foydali, lekin allergiya chaqiradi. Shuning uchun davolanish paytida va davolanishdan so'ng birmuncha shu qoidalarga amal qilib turishga chaqiramiz bemorlarni. Demak, mol go'shtidan boshqa go'shtlarni ratsiondan chiqarib turishimiz kerak. Mol go'shtidan xohlagan ovqatlarni qilib yesa bo'ladi. Faqat qaynatilgan guruch emas, mol go'shtidan o'zbek milliy taomlari yog'sizroq qilib hamma taomlardan tanovul qilsa bo'ladi. Shirinliklar. To'g'ri, shirinliklar terining har qanday kasalliklari, yuqorida aytib o'tdim, vitiligo bilan chisotka kasalligi bundan mustasno. Qolgan barcha teri kasalliklari uchun shirinliklardan tiyilish kerak. Shirinliklar ko'p, xillari ko'p, lekin
ozroq miqdorda har kuni ertalab novvoy choy bilan tanovul qilsa bo'ladi. Qolgan shirinliklardan esa iloji boricha bemorlarimiz tiyilib turgani yaxshiroq bo'ladi. Keyingi mahsulotlar achchiq narsalar, sho'r narsalar. Yodingizga solib o'taman. Uksus, chesnok, piyoz, garimdori, qalampir, ketchup, mayonezlar. Bularni ratsiondan chiqarib turasiz. Bu ham allergiya chaqiruvchi mahsulotlar hisoblanadi. Dori-darmonlar bilan davolash paytida agar bu achchiq mahsulotlarni qabul qilsangiz o'zgarish bo'lmasligi mumkin yoki toshmalar ko'payib ketishi mumkin. Shuning uchun ratsionga amal qilasiz, parhez qoidalariga yaxshilab rioya qilasiz. Keyingi mahsulotlar, masalan, mevalardan ehtiyot bo'lamiz. Chetdan olib kirilgan mevalar, sitrus mevalar, banan, mandarin, apelsin, limon, ananas, kivi. Bulardan tiyilasiz. Lekin mahalliy mevalardan qabul qilib tursangiz bo'ladi. Qovundan tashqari, qovunda shirinliklar juda ham ko'p. Shuning uchun bu ruxsat berilmaydi. Yana bitta mahsulotlar quruq mevalar. Ehtiyot bo'lasiz. Pista, bodom, yeryong'oq, sho'rdanak, simichkalar. Bularni qabul qilmay turasiz. Bular yaxshigina allergiya chaqiruvchi mahsulotlar hisoblanadi. Va bundan tashqari ko'p mahsulotlar bor. Agar hozir masalan videoni ko'rasiz, kommentariyaga yozing, bu mahsulot mumkinmi yoki yo'qmi deb albatta javob berib turamiz. Hurmatli obunachilar, shu parhez qoidalarini qattiqroq ushlasangiz, mahkam ushlasangiz, mahkam tutsangiz, gazli ichimliklarni ham aytib o'tishim kerak. Gazli ichimliklar mutlaqo mumkin emas. Hattoki sog'lom odamga tavsiya qilmaymiz. Ayniqsa tarkibida shakari ko'p ularning. Rang bilan birga shakar. Bu ertaga oxir-oqibat insulin miqdorini oshirib yuboradi. Jigar faoliyatiga salbiy ta'sir qiladi. Shuning uchun gazli ichimliklarni ham maslahat bermayman. Qabul qilmay turasiz, iste'mol qilmay turasiz. Demak, har qanday teri kasalliklari uchun bemorga dori-darmon yozayotgan paytimizda albatta parhez qoidalariga ham rioya qilishni o'qtiramiz va tushuntiramiz, yoddan chiqmasin. Dori-darmonlar tugadi. Parhezni ham buzib yuborish kerakmi? Yo'q. Parhezni vrachning maslahati bilan, shifokoringizni maslahati bilan parhez qoidalarini sekin-sekin mumkin bo'lmagan mahsulotlardan qo'shib organizmni o'rgatishingiz mumkin. Dori-darmonlar tugadi. Darhol parhezni buzsangiz kasallik qaytalanishi mumkin bo'ladi. Shu narsalarga e'tibor berasiz, e'tiborliroq bo'lasiz. Busiz ham iloji yo'q, chunki parhez qoidalari birinchi o'rinda turadi. Keyingi hali videolarimizda ham bu mavzuni yana to'ldirishga harakat qilaman. Hozircha sizlar bilan xayrlashaman. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat.